Obbo, yangi mashina-yu. Voy, shu yutmay turuvdi. Aka, mashinani chetroqga oling, yo'lga xalaqit bor, toz gaplashamiz. Ukam urushga urib qo'yding mashinani. Qilib bersang kelishib ketamiz. Chetroqga oling, qildirib beraman, aka. Uzr, aka, ozgina chalib qoldim-da, qildirib beraman. 300 bersam bo'ladimi joyida? Voy ukam, nima deyapsan? Kulgimni hissatdagi. $1000 bersang rozimi? Qanaqa $1000? Ozgina shikast yetgan, ozgina turtib olganimga 1000 deyapsizmi, aka? Ukam, agar yo'q desang, hisoblovchi ekspert chaqiramiz. Hisoblagan aka. pulni berasan. Chaqiring. Gap yo'q. Aka, bemalol. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Ha, mashinam bo'lib oluvdim-da, aka. Kelib keta olasizmi? Summasini qimmatroq baholash kerak edi. Soqqal ish bor, dolyasini chiqarib beraman, aka. Aka, mashina shu. Summasini sal ko'proq qilib baholash kerak. Har doimgidek chiroyli qilib beraman sizga. Oldin $100, aka, dolyasini chiqarib beraman, chiroyli. Bo'ldi aka, hal qilib beramiz. Ha, akalar, yetib keldingizmi? Bunaqa soxta ish bilan xatgacha bormoqchi edingiz. 300 ham yo'q sizga, qanaqa tushundingiz? Bilat! Yo'l transport hodisasi avariyadan so'ng hodisa joyiga tashrif buyurgan baholovchi ekspertga mani mashinamni ko'proq, kamroq baholab bering deb soqqa beradiganlar. Salani bu soxta ishinglar 3 xil tartibda bekor bo'lishi mumkin, tushuntirib o'taman. Birinchidan, YTH ishtirokchilarining baholash ishiga shaffofligiga shubha bo'ladigan bo'lsa, davlat ekspertiza markazi bo'lgan Hadicha Sulaymonovaga ariza bilan murojaat qildirib, qayta ekspertiza qildirish huquqiga ega. Ikkinchidan, sud jarayonida sudyada shubha, gumon paydo bo'ladigan bo'lsa, qayta ekspertiza davlat ekspertiza markaziga berish huquqi bor. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, siz birinchi va ikkinchi etapdan silliqqina pul bilan o'tib oldingiz. Sug'urtada baholash ishingiz soxta deb topilsa, baholovchi ekspert berilgan litsenziyadan mahrum etilishi va siz bergan pulingizga yengilgina oqlashingiz mumkin. Shuncha ma'lumotlardan keyin ham pulingizni tavakkal qilib baholovchi ekspertlarga jaraq-jaraq